Bitta ukam yozibdilar. Milliy bankda ham bor-ku. Slitga tilla demoqchilar-da. Ha, bor okey, slitga tilla. Markaziy bankda ham bor, Milliy bankda ham bor. Hamma banklarda bor. Ko'chalarda ham bor. Okey, biz chiqaryapganimiz sababi shu odamlarga foydali bo'lsin. Dollar, so'm hammasi inflyatsiyaga uchraydi. Undan ko'ra shunaqa slitkalarni olib qo'ying deb chiqaryapmiz. Okey, pul sizniki. Qaydan bo'lsa ham oltin olib qo'ying yoki mulk tilla olib qo'ying. Izdiylar mulk tillalar bo'ladi. Yoki slitka olib qo'ying. Biz xursand bo'lamiz. Odamlarni ozgina bo'lsa ham kapitallari o'ssa, shu pullari inflyatsiyaga uchramasdan oltin olib qo'ysa, ozgina bo'lsa ham foyda qilsa, shunga xursand bo'lamiz. Kerak bo'lsa, o'zimiz yetkazib berish xizmatlarimiz ham bor. Bizga murojaat qiling. Uyingizga kerak bo'lsa, tantanali ravishda yetkazib beramiz. Keyin okey, foyda qilsangiz bizni bitta duo qilib qo'yasiz. Sotmoqchi bo'lsangiz ham o'zimiz chiroyli narxlarda olib qolamiz. Xursand bo'lasizki, xafa bo'lmaysiz. Xudo xolasa. Ogalli shu kungacha bizga duo qilib rahmat aytishyapti.